O'zbekiston rep sahnasining yetakchi vakili Shohrux Rep kuni kecha Humo Arena sahnasida o'zining navbatdagi yakkaxon konsert dasturini muxlislariga taqdim etdi. Tomoshaga yig'ilganlar Hayolimdasan, Bolaligim, Ayriliq, Yoroniy kabi sevimli qo'shiqlarni tinglashdan tashqari xonandaning yangi ijod namunalaridan jonli ijroda bahramand bo'lishdi. Jarayonlarda bevosita ishtirok etgan muxbirimiz Arslon Umarov konsert har doimgidan ham shov-shuvliroq bo'lganini ta'kidlamoqda. Namoyishlarda 20 ga yaqin taronasini jamlagan rapper, bastakor va deputat, asli ismi Shohrux Shodmonov, xalq orasida esa Shohrux Rep taxallusi bilan tanilgan xonanda 18 yillik konsertini taqdim etdi. O'zbek hip-hop va urban pop yo'nalishidagi ijodi bilan tanilgan musiqalarda zamonaviy ritmlar, hayotiy matnlar va chuqur ma'no uyg'unligi bilan ajralib turadigan Shohrux O'zbekistonda rep madaniyatining ommalashishida asosiy shaxslardan biri. Yurak, Xato, Naynov singari qo'shiqlar orqali u nafaqat yoshlar, balki turli avlod vakillarining ham e'tirofiga sazovor bo'lgan. Uning Humo Arenadagi konsert dasturi katta tayyorgarlik va professional yondashuv bilan tashkil etildi. Sahnada zamonaviy yoritish texnologiyalari, 3D vizual effektlar va lazer shou tomoshabinlarga xalqaro darajadagi musiqiy muhitni yaratdi. Dastur davomida san'atkor o'zining 2000-yillardan to hozirgacha bo'lgan eng mashhur asarlarini jonli tarzda ijro etdi. Shuningdek, yangi albomdan o'rin olgan bir nechta qo'shiqlar ham ilk bor aynan shu konsertda taqdim etildi. Sahnada Shohruxga bastakorlar guruhi, professional raqs jamoasi va live band hamrohlik qildi. Konsertning har bir qismi o'z konseptiga ega bo'lib, Shohrux rapper ijodining turli davrlarini sahna orqali hikoya qilib berdi. Arslon Umarov, Muhammadali Mamajonov, Doston Eshpo'latov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.